Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun yana bir xonadonimizga ishlarimizni o'rnatib berdik. Yakka spanli tumba. Ko'rishingiz mumkin. Ishlarimiz xudo xolisi chiroyli chiqdi. Mana bu yoqlarimga tremoli shkafga berdik. Xudo xolisi ko'rib baho bera olasizlar. Sensor bo'ldi, polni. Hop. Ishlar 3 xil svet yonadi. Ko'rishingiz mumkin. Pat svetda, xudo xolisi rosa chiroyli bo'ldi ishlarimiz. Bu yog'imizda yana bitta shkafimiz bor. Bunisiga 2 kishiga qilingan. Hop. Polni vishilka bo'ldi. Tepamiz tumba. Eshiklari davodchili mexanizm. Baladonlari ham polni. Xudo xolisi davodchili mexanizm. Ishlarni ko'rib baho bera olasizlar. Spannilarimiz ham polni. Xudo xolisi mexanizmda bo'ldi. Taylari sonliqli bo'lib ishlarni ko'ra olasizlar. Oxiriga doğru to'liq sonliq bo'ldi. Bittasi kam, yo 3 tasi to'liq, unaqa emas. Xudo xolisi 4 taga bo'lingan to'liq sonliq. Ko'rib baho bera olasizlar. Tumbasi. Tumbasini ham ko'ra olasizlar, xudo xolisi. Hammasi davodchili mexanizm. Narxi 11 million so'mga tayyor bo'ldi. Ishlarimiz hammasi. Ikkita spanli, bitta tumba, bitta shkaf va yana bitta tremoli shkaf. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa pastda nomerlar qoldiramiz, xudo xolisi aloqaga chiqa olasizlar.